Assalomu alaykum. Sindroz kasalligi qo'ylarda xalq tilida aylanma g'o'sh kasalligi deyiladi. Miyasiga qurt tushdi, girra bosh deyiladi. Bu kasallikda hozir biz qanday yo'l tutishimiz kerak? Bu kasallikda biz qo'yimizni boshini ochib, operatsiya qilib, sindroz qurtini olib tashlaymiz. To'liq videosini ko'rish uchun Telegram kanalimizga o'tasizlar. Telegram kanalimizga to'liq videosini joylaymiz. Qonli auditoriya bo'lgani uchun, video bo'lgani uchun Instagramga qo'yalimiz. To'liq videosini Telegram kanaliga tashlashga harakat qilamiz. Mana hozir operatsiyamizni tugatib oldik. Sindroz qurtini ko'rmoqchi bo'lganlarga mana sindroz qurti. Mana lichinkalari turibdi. Mana qo'yimizni ham holati yaxshi. Mana ko'rishlaring mumkin. Operatsiya qilingan joy. Akkuratni qilib tikib qo'ydik. Mana narkozdan keyingi holati hozir. Xudo xolasa buni Telegram kanalimizda, Instagram kanalimizda qo'yib borishga harakat qilamiz. Istoriyalarimizda qonli auditoriya bo'lgani uchun, video bo'lgani uchun to'liq videosini qo'yamiz. To'liq videosi Telegram kanalimizda. Kanaliga